Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi darsda biz dasturimizda ma'lumotlarni bo'lishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zimizga qulay, tushunarli ko'rinishi uchun ma'lumotlarni bo'lamiz. Buni keling qarzlar misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda qarz berishga kiradigan bo'lsak, juda ham ko'p, masalan, qarz bergan bo'lsa agar ma'lumotlar juda ko'p bo'ladi. Shuni biz muddati yaqinlashayotgan va muddati o'tib ketgan ma'lumotlarga bo'lib chiqamiz. Buning uchun nima qilinadi? Birinchi o'rinda dataga kiriladi. Bu joyda mana qarz berishda plyus bosamiz. Bu slice deb nomlanadi. Ya'ni slice ochib olamiz. Bu joyga muddati o'tganlar, masalan, muddati o'tganlar yozaman va shartini yozishim kerak bo'ladi. Shartini demak qo'yishimiz kerak. Biz qachongacha bergan sanamiz bor. Qachongacha degan muddatimiz bugundan kichkina bo'lsa, ya'ni biz kecha ham belgilaganmiz, bugun o'tib ketgan bo'lsa, qachongacha deganimiz bugundan kichkina bo'ladigan bo'lsa, demak qarz muddatidan o'tgan hisoblanadi. Xo'p, muddati o'tganlar alohida saqlanib qoldik. Endi bu joyda yangi sahifa qo'shamiz. Muddati o'tganlar, muddati o'tganlar. Bu yerda o harfini kiritganim yo'q. Buni go to display degan joyda mana bu joyda yozishimiz kerak bo'ladi qo'shtirnoq bilan. Muddati o'tganlar mana. Va bu joyga masalan time qanaqadir mana ogohlantirishni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana muddati o'tganlar qilib. Hop, mana faqat bizdan qizargan o'sha muddati o'tgan ma'lumotlar ko'rinadi bu yerda. Mana muddati o'tganlar tanlashimiz kerak. Mana faqat qizillar ko'rinmoqda bizda. Buning uchun mana qarz berishni tanlasak hammasi ko'rinadi. Mana bo'lgan ma'lumotimizni tanlasak muddati o'tganlar ko'rinadi. Endi bizga kerak o'sha yaqinlashib qolganlar. To'lovga yaqinlar, masalan, shunaqa nomlab qo'ydim. Bunda o'tgan darsimizda biz foydalandik. Tayyor funksiyani olamiz. Mana bir kun qolsa deganmiz. Bir kun qolsa bizga demak to'lovga yaqin hisoblanadi. Bu logikani qo'yamiz. Ya'ni qachongachadan bergan muddatimizdan bugunni ayiramiz, soatlar aniq bo'ladi. Soatlarni 24 ga bo'lsak, kunlar aniq bo'ladi. Kunlar qiymati 1 ga teng yoki kichkina bo'ladigan bo'lsa, birdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, demak bu to'lovga yaqin hisoblanadi. Aslida bitta bu yoqda kamchilik bor. Birdan kichkina bo'lsa emas, 1 ga teng bo'lsa deb qo'ysak bo'ladi, chunki bir kun qolganda eslatadi. Endi bu joyga yana plyus bosamiz. To'lovga yaqinlar. To'lovi yaqinlar. Jadval ko'rinishida to'lovga yaqinlar tanladim. Mana to'lovga yaqinlar tanlasak, bizda mana sariq ma'lumotlar qoldi. Muddati o'tganlar ko'rsak, bizda faqat qizil ma'lumotlar qoldi. Shunaqa ko'rinishda AppSheetda demak ma'lumotlarni o'zimizga bo'lib olishimiz mumkin. Bu o'zimizga qulay o'qishimizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamizga obuna bo'ling va AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.